Mana xudo xolasa Besharifga yetib keldik. Bizni kenetlar kutib turgan ekan. Kafe kelik. Egasiga eson-omon yetkazib keldik. Mana Besharifda do'konlarimiz. Sanjar ekan do'konlari, mana abo'ylari bor ekan, mana chiroyli abo'ylar bor ekan. Juda chiroyli, mana bu tarafda ham hamma mahsulotlardan bor ekan, mana kelaverasizlar. Besharifliklar xudo xolasa arzon qilib beradi. Mahsulotlariga. Bu tarafdan yuramiz, mana abo'ylarni ko'ramiz, mana. Tak. Oh, mana juda chiroyli abo'ylar bor ekan mana. Mana lustralar. Narxlarni endi bilmayman. Kesalaring kelishirgan holatda dedi, chiroyli narx qilib beraveradi. Videoga olayotganimni o'zi bilmaydi-ku. Ja shaldir-shildir qo'yapman, chiroyli qilib beradi, arzon qilib beradi deyapman. Endi arzon qilib beradi endi, klient kelgandan keyin nima bo'lardi, to'g'rimi? Arzon qilib bermasa sal tushib beradi. Chiroyli lustralar bor ekan. Mana Besharifga do'kondan chiqqanimizda Besharifda qayerda desalaring. Mana bu metan tomon. Mana bu tomon.